O'n axiri Ramazon muborakda sunnatlaridan bittasi eng fazilatli sunnat i'tikofdir. Qahar hamshiralarimiz, opa-singillarimiz so'raydilarki, oyo tabaqai unos ham, tabaqai ayollar ham i'tikofga o'ltirsa durustmi yo durust emasmi? Bale, durustdir. Zamoni guzashtaga agar bir kishi uy-joy taylagiday bo'lsa, bitta o'toqni faqat maxsusi o'sha masjidi zanona tuzatadilar. Uydagi bor ayollar hammasi ham fok safot o'qiydi, o'sha yerga namozlarini o'qiydi. Agar bunday bir o'toq maxsus bo'lsa, o'sha yerga boyat e'tikofga o'ltirsin. Agar bo'lmagan suratga misli zamoni bizaday hech kim ham uydan bir masjidi judogona va xotir ayollar uchun tuzatgani yo'q. Bir uyda shavqu mahayohu o'rga bo'lmasin, gashtuguzor ko'pala o'rga bo'lmasin va yeri hamisha kelib o'rga o'ltirayotgan bo'lmasin. Mana shunday bir holatga onalarimiz, opa-singillarimiz e'tikofga o'ltirsa bo'ladi. Albatta necha sharti bor. Birinchi sharti shudiki, o'sha har oygaiki bir mushkil shar'iy topadilar bular, shundan pok bo'lsin. Ikkinchi, avlod dunyoga toza keltirgan bo'lmasinki, hanuz pok bo'lgan bo'lmasalar, bu holatga e'tikofga o'ltira olmaydi. Albatta ba'zi e'tikofga o'ltirgandan so'ng buni ham ko'p so'raydilarki, oyo o'g'li bor yo qizi bor, istiloh xorijgadi, ketgandi, bular xohlaydiki bor onasi bilan gapirishsa, yana bu hayit bayrami va istiloh Eid yog'di. Buni bilan gapirishsa shar'an qandaydi? Hech mushkil shar'isi yo'q. Telefon orqali gapirishadilar. Qizlari kelsa onasini ko'rgani keladilar, ollariga o'ltira oladi. Oysha Siddiqa radhiyallohu ta'ala anha ona biz aytdilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tiriklik pillalariga o'zlari e'tikofga o'ltiradi. Ba'da Hazrat payg'ambar buzurg islomdan so'ra ayollari azvoji mutahharot mu'minlarning onasi e'tikofga o'ltirdilar. Hech mushkil shar'isi yo'qki, xohir hamshiralar e'tikofga o'ltirsa, o'sha sharoitlarini va qonun usullarini muroat qilgandek bo'lsin.